Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, bormisizlar, omonmisizlar? Bugungi o'chirimiz aqlimizdagi inson, ya'ni aqlingizdagi inson sizga qaytadimi? Shu haqida ko'ramiz. Aqlingizdagi inson sizga qaytadimi? Birinchi variant, ikkinchi variant. Uchinchi variant. Aqllaringdagi inson sizga qaytadimi? Shu haqida o'chirim qilamiz. Endi boshladik. Aqlingizdagi inson birinchi variant tanlaganlardagidan aqldagi inson hozir qay ahvolda? Birinchi variant tanlaganlarda hozirgi ahvolida juda ham siqilib qolyapti bu inson. Siqilishlarda, qarshiliklarda, qo'l oyog'i bog'langan holatda, har tomonlama zarba yeyotgan holatda, hafsalari pir bo'lib sovib ketayotgan holatda turibdi. Qarashni istamayapti, kelajakka qarashni xohlamayapti bu inson. Faqat va faqat sovuq munosabatga tushib qolgan, sovuq energiyaga tushib qolgan inson bu. Xo'p, yana nima bo'ladi? Dalchi nima bo'ladi? Dalchi nima bo'ladi? Yoki pul kelishi bor bu insonga, yoki pul muammosi bor bu insonni. Menimcha ham pul muammosi bormi? Shunaqada. Pul. Qarorlar ololmayapti bu inson, ikkilamchiliklarda turibdi. Qanaydir ayol kishi tomonidan tushkunlikka tushib, juda ham siqilishlarga tushib qolyapti. Xo'p, taqdiringizda nima gaplar? Sizga qaytadimi bu inson? Bu inson qanaqa ahvoldaligini ko'rdik, vaziyatini ko'rdik. Sizga qaytadimi? Qaytadi. Birinchi variantdagilarga taqdirdagi inson qaytib kelishi bor. Ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Kartalarim uchib ketaveradi. Ikkinchi variantdagilarning ahvoli qanaqa ahvolda? Ayriliqda. Ikkinchi variantni tanlaganlar ayriliqda turibdi, o'rtada uchinchi shaxslar turibdi. O'qituvlar bor, chunki oy nuri chiqib turibdi, qorong'u kunlar, uylar vayrongarchilikka uchrayapti, oilasi vayrongarchilikka uchrayapti. Yo'llari ikkiga bo'linyapti bu insonlarni. Yo'llari ikkiga bo'linsin deb o'qituvlar qilingan bu insonga, menimcha ikkinchi variantdagilarda. Oilasi bo'lsa, uyi bo'lsa vayronagarchiliklarga uchrasin deb qilingan, xotin bo'lsa bo'linib ketsin, ajralib ketsin deb qilingan. Xo'p, yana bu inson hayotida nima bo'lyapti? Bu insonda ham yo pul muammosi bor, yo pul kelishi bor, yo qarzdorligi bor. Bu inson yana ikkilamchilikda qolgan, rosa siqilishda qolgan, kimgadir qaytishni istayapti bu inson. Lekin his-tuyg'ularga nisbatan aql bilan ish tutaman, aql bilan ish ko'raman degan vaziyatda turibdi, uylovlarda turibdi, qarorlarini ola olmayapti bu inson. Ikki tomonga ham bo'la olmayapti bu inson hozirgi kunda. Xo'p. Yana nimalar bo'lyapti? Pul kelishi bor bu insonda, pul bor, pul kelyapti bu insonga. Yaxshigina pul kelyapti mehnatini evaziga. Osiluvlarda turibdi. Bu inson qarorlarni ola olmayapti, osiluvda qolgan inson. Rosa ikkilanishlarda, siqilishlarda qolgan inson bu. Bilasizmi? Qanaydir bu inson yo hujjat bilan bog'liq muammosi bor, yo bo'lmasa hujjatli ishlari bor, yoki hujjatli ishlar qilmoqchi bu inson. Hozirda qanaydir hujjat bilan bog'liqlik ishlari bor-da bu insonni. Orzu qilyapti, o'ylayapti.
orzu qilyapti, o'ylayapti. Orzu qilyapti, o'ylayapti. Xayol suryapti. Xayol suryapti, o'tgan kunlarni o'ylayapti, oldidagi imkoniyatlarni ko'rishni xohlamayapti. Qanchalik oldida imkoniyatlari ko'p bo'lishiga qaramasdan, bu faqat o'tgan kunlaridagi yaxshi kunlarni eslayapti, o'tmishini eslayapti, o'tmishi bilan bo'lib qolyapti bu inson faqat. Oldidagi imkoniyatlariga qarashni xohlamayapti bu inson, faqat va faqat o'tmish bilan cheklanib qolyapti negadir. Xo'p. Yana nima bo'lyapti? Pul kelyapti. Ikkilanimchilikda qolgan, siqilib qolgan, oldinga qaragisi kelmayapti. Ikki tomoni berk bu insonni, qarshiliklar bor, bu insonni siqib qo'yyapti, o'ylantirib qo'yyapti. Hafsalari pir bo'lib ketyapti hamma narsadan. Qarorlarni qat'iy ushlab olgan, lekin o'sha ushlab olgan qarorlariga qarshi chiqa olmayapti bu inson. Keyin yana qanaydir to'siqlar bor bu insonda. Xo'p. Yana to'siqlarni yengib o'tishga harakat qilyapti, hafsalari pir bo'lib ketyapti, yengib o'ta olmayapti bu inson. Charchagan, hammasidan siqilgan, charchagan, toliqqan, oldinga qarashni istamayapti, hammasidan hafsalari pir bo'lib ketyapti. Pul kelyapti. Bu insonni oldida kuchli shaxs bor. Yo'liga to'sqinlik qilayotgan o'ta kuchli shaxs bor. Yoki onasi, yoki singlisi, yoki kimdirlar bor bu insonni. Pul, asosan pul masalasi bo'yicha menimcha bu yerda qarshiliklar bo'lyapti. Bu inson nima desam, kasal bo'lib qolgan holatda bo'ladi-ku, masalan, bir hech narsaga qo'li bormasdan, hamma narsadan hafsalari pir bo'lib ketgan, hech narsani o'ylashni xohlamayapti, kelajagini ham, o'tmishini ham faqat yotoqqa berilib qolgan, xayol surib qolgan, faqat uxlashga berilib qolgan insonlar bo'ladi-ku, xuddi shunaqa vaziyatda turibdi bu inson. Chunki har tomonlama bu insonda oldida qarshiliklar bor. Bu inson xayol qilyapti, bir insonni xayol qilyapti, o'ylayapti bir ayolni. Faqat va faqat o'sha ayolni o'ylab, xayol surib turibdi hozirda. Xo'p, dalshi nima bo'ladi taqdirlaring? O'sha qaytib keladimi sizlarga? Dalshi yo'q. Vayronagarchiliklar bo'lyapti, qaytish niyati yo'q bu insonni. Bu insonni qaytish niyati yo'q, vayronagarchiliklarga uchrayapti bu inson. Qanaydir sizni o'yin kulgularga berilgan deb bilyaptimi yoki bu hayotidan baxtli deb bilyaptimi? Shunaqa deb bilyapti. Sizga qaytish niyati bormi? Sizga qaytish niyati yo'q, chunki o'qituvlar bor. O'qituvlarni eshitsangiz balki birga bo'lib ketarsizlar. Bu yerda o'qituv bor. O'qituvlarni eshitsangiz, o'z boshida ham o'qituv tushgan edi, oxirida ham o'qituv tushdi. Tozalatsangizlar, sizga qaytadi bu inson. 3-variantni ko'ramiz endi. Xo'p. 3-variant. Variant. Kartalarim uchib ketyapti. Rosa sabrsizlik bilan kutyapsizlarmi deyman. Xo'p, hozirgi ahvoli. Hozirda 3-variant, ikkita yo'ldan bittasini tanlash kerak, ikki yo'l o'rtasida qolgan. Hammasini taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi. Taqdir hukmi bilan yechilgan kuni yechilib ketadi. Ikkalasidan bittasini tanlagan kuni tanlab ketaman taqdir hukmi bilan deb hammasini vaqtga tashlab qo'yibdi bu inson. Siqilib qolyapti, ichkiliklarga berilyapti. Erkak kishi bo'lsa qanaydir ichkiliklarga berilayotgani, siqilib qolayotgani, ko'ngliga hech narsa sig'mayotganligi ko'rinyapti bu insonni. Xo'p, kimnidir orzu qilyapti, o'ylayapti, nimanidir o'ylab, orzu qilib o'tgan kunlarnimi, hujjatli ishlari ham bor bu insonni ham, qanaydir hujjatli ishlari ham bor, hal bo'lmagan yoki hal qilish kerak bo'lgan yoki qarzdorligimi yo sudebnimi yo dokumentalnimi, qanaydir hujjatli ishlari ham bor bu insonni. Bu inson ruhan charchagan, xuddiki taqdir hukmiga tashlab qo'ysam o'zi bir tomonga yaxshi bo'ladi degan maqsadda turibdi.
charchagan to'siqlardan charchagan, toliqqan to'siqlarni yengib o'tolmayman deb qarshichiliklarni ichida qolgan, o'ylayapti, u xayol suryapti, bu inson o'ylayapti, nimalarnidir reja qilishga. Bu inson reja ham qila olmayapti. Bu inson toqatlari tog' bo'lib pir bo'lgan, buni insonni nimasi taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi, hammasini taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi bu inson. Xo'p, dalishi. Bu inson dalishi kuchlanadi, kuchlanishi bor. Xo'p, qaytishi bormi bu insonni? Qandaydir pul masalasi bo'yicha bo'lyapti hammasi. Qaytishi bormi bu insonni? Orzu qilyapti, lekin qaytishi ham bor menimcha. Bu inson qaytishni orzu qilyapti, sog'inyapti yaxshi kunlarini. Bir ayolni sog'inyapti bu inson. O'sha ayol oldida imkoniyatlar bo'lishiga qaramasdan u o'tgan o'tmishiga qarab o'ylab qolyapti bu inson. Harakat qilishdan ko'ra. Bu inson ikkiyuzlamachilik qilyapti bu inson. Mujud sizga yaxshi ko'rmayman, qaytmayman degandek qilib degan ma'nolarda biror nimalar qilayotgan bo'lishi mumkin. SMS-lar yozayotgan bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshash nimalarni qilayotgan bo'lishi mumkin. Mujud, lekin bu inson o'zi ichi boshqa, dili boshqa. Bu inson ichidan sizni yaxshi ko'rmasligiga ishontirmoqchi, masalan siz bilan yarashmasligiga ishontirmoqchi bo'lishi mumkin, lekin ichidan sizga qarab talpinyapti bu inson. Xo'p, qaytadimi? Ikkilamchilikda, rosa ikkilamchilikda turibdi bu inson. Qaytadimi? Taqdir hukmiga tashlayman deyapti. Qaytadimi? Yo'q, yorug' kunlarga qarash xohlamayapti. O'tmish bilan, faqat o'tmishni kavla bilan bo'lib qolyapti bu inson. Qaytadimi? Qayta olmaydi. Qarshiliklari ko'p, rosa hafsalari pir bo'lib charchab ketyapti bu inson. Kurashdan ko'ra hamma narsaga tan berishni afzal bilyapti bu inson. Qaytadimi? Qaytadimi? Ikki yo'lning o'rtasida bu inson. Xo'p. Mayli, bu inson ikki yo'lning o'rtasida ekan, qaytish qaytmasligi noaniq bo'lyapti ekan. Nima sababdan bunaqa bo'lyapti? Qo'llari berkilgan, issiq sovuqlar qilingan, atrofi to'la qarshichilik, qo'llari berkitilgan, ko'zlari boylangan bu inson, yo'llari to'silgan bu insonni. Bu insonga nisbatan menimcha juda kuchli emas, lekin yengil-yelpi issiq sovuq ham bo'lyapti bu insonga. Mehnatga berilyapti. Bu inson faqat mehnat qilib pul topsin degan ma'noda qilinganmi? Bu rejalari tuzyapti, rejalari yonib kul bo'lyapti. Ikki yo'lning o'rtasida bu inson. Men bilishim bo'yicha ikkita xotinlilar tushdi bu yerda. Yo bo'lmasa bir ikkita tanlovi bor insonlar tushdi, yo onasi yoki xotinni tanlash kerak bo'lgan insonlar tushdi 3-variantga. Xo'p. Qaytadimi? Yaxshi ko'rishi bor. Qaytadimi? Pul kelishi bor. Qaytadimi? Qaytmaydi. O'qituv qilingan bunga. O'qituvlarni yechsa qaytadimi? Qaytadi. O'qituvlarni yechsa, tozalatuvlar qilsa, bu inson sizga qaytadi. Mana shunaqa chiqdi 3-variant tanlaganlarimizda. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Shaxsiy o'chirim uchun, yakka o'chirim uchun WhatsApp nomerimga yozishlaringiz mumkin. Video tagida nomerim qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga shifoli o'chirim bo'ldi degan umiddaman.